Yangiliklardan tezkor xabar topish va kanalimiz rivoji uchun obuna bo'lishni unutmang. Bu muqarrar. G'arbda Putinning hududlar haqidagi bayonotiga javob berishdi. Ukraina tinchlik jarayoni barbod bo'lsa, muqarrar ravishda hududlardan ayriladi, deb yozdi Finlyandiyaning Milliy konservativ ozodlik alyansi partiyasi a'zosi Armando Mema. Agar tinchlik muzokaralari buzilsa va Yevropa ittifoqi ularga to'sqinlik qilish uchun qo'lidan kelganini qilsa, bu muqarrar bo'ladi, deb yozdi u. Avvalroq Vladimir Putin Mudofaa vazirligi hay'atining kengaytirilgan yig'ilishida Kiyev mazmunli muloqotdan bosh tortsa, Rossiya hududlarini harbiy yo'l bilan ozod qilishga erishishini aytgan edi. Davlat rahbari shuningdek Yevropada odamlarga Moskva bilan go'yoki muqarrar to'qnashuv haqidagi qo'rquvlar singdirilayotganini, bunday da'volar esa yolg'on va bema'nilik ekanini ta'kidladi. Zelenskiy Ukrainada ayrim turdagi raketalar tugaganini aytdi. Vladimir Zelenskiy Ukrainada havo hujumidan mudofaa tizimlari uchun ayrim turdagi raketalar tugaganini ma'lum qildi va yana G'arb davlatlaridan o'q-dorilar yoki mablag' so'radi. Bugun biz havo hujumidan mudofaa haqida, ayrim raketalar haqida gapiryapmiz. Ularning ayrimlari tanqis. Shunday tizimlar borki, ularga mos ayrim turdagi raketalar yo'q. Hamkorlar yoki litsenziya beradi, yoki raketalarni yetkazib beradi, yoki mablag' bilan yordam qiladi. Biz esa o'zimiz xarid qilamiz, dedi Zelenskiy. Avvalroq Politico nashri AQSh o'z zaxiralari kamayib borayotgani sababli Ukrainaga ayrim zenit raketalari va boshqa yuqori aniqlikdagi o'q-dorilar yetkazib berishni vaqtinchalik to'xtatgani haqida xabar bergan edi. Bu qaror Pentagonning siyosiy bo'limi rahbari Elbridge Colby tomonidan qabul qilingan. Rossiya Ukrainaga qurol yetkazib berish mojaroni tartibga solishga to'sqinlik qilayotgani, NATO davlatlarini mojaraga bevosita jalb qilayotgani va bu olov bilan o'ynashish ekanini ta'kidlaydi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukrainaga qurol olib ketayotgan har qanday yuk Rossiya uchun qonuniy nishon bo'lishini aytgan. Kreml esa G'arb tomonidan Ukrainani qurollantirish muzokaralarga yordam bermasligi va salbiy oqibatlarga olib kelishini bir necha bor bildirgan. Yevropa ittifoqi Rossiya aktivlari bo'yicha yil oxirigacha qaror qabul qiladi. Vladimir Zelenskiyning aytishicha, Yevropa ittifoqi muzlatib qo'yilgan Rossiya aktivlari bo'yicha yil oxirigacha qaror qabul qiladi. Hamkorlarimizga ma'lum qilindiki, qaror yil oxirigacha qabul qilinishi mumkin, dedi Zelenskiy Bryusselda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida. Yevropa ittifoqi yetakchilaridan Yevropada muzlatilgan Rossiya aktivlari bo'yicha qarorni qachon kutayotgani haqidagi savolga javob berar ekan. Chorshanba kuni Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Yevrokomissiya 18-19 dekabr kunlari bo'lib o'tadigan Yevrosovet sammiti kun tartibidan Rossiya aktivlarini musodara qilish masalasini olib tashlaganini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, buning o'rniga Yevropa ittifoqi davlatlarining Ukrainaga foyda keltiruvchi qo'shma krediti taklif etilgan. Biroq Vengriya bunga qat'iy qarshi. Keyinchalik Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen aktivlarni musodara qilish varianti baribir muhokama qilinishini aytdi. Yevrokomissiya YEI davlatlarini Rossiyaning suveren aktivlaridan Kiyev foydasiga foydalanishga ko'ndirishga urinmoqda. 185 milliard yevrodan 210 milliard yevrogacha bo'lgan summa kredit ko'rinishida muhokama qilinmoqda. Ushbu kredit shartli ravishda mojaro tugaganidan so'ng va Moskva tomonidan moddiy zarar qoplanishi holatida Ukraina tomonidan qaytarilishi kerak bo'ladi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi esa Yevropa ittifoqining Rossiyani Ukrainaga reparatsiya to'lashga majbur qilish haqidagi g'oyalari haqiqatdan yiroq ekanini, Bryussel esa uzoq vaqtdan beri Rossiya aktivlarini o'g'irlash bilan shug'ullanayotganini bildirgan. Kremlda Rossiya aktivlarining ehtimoliy musodara qilinishi javobsiz qolmasligi, bunday qadamlar juda jiddiy oqibatlarga olib kelishi haqida avvalroq ogohlantirilgan. Belgiya, Italiya, Malta, Slovakiya, Vengriya, Bolgariya, Euroclear va Yevropa Markaziy banki Yevrokomissiyaning Rossiya suveren aktivlari hisobidan Ukrainaga kredit ajratish taklifiga qarshi chiqdi. Fransiya esa tijorat banklarida saqlanayotgan Rossiya aktivlaridan foydalanishga ham qarshi ekanini bildirdi. Shunga qaramay, taklif YEI davlatlarining doimiy vakillariga texnik kelishuv uchun yuborildi va 18-19 dekabr kunlari bo'lib o'tadigan Yevropa sammitida ovozga qo'yilishi rejalashtirilgan.
O'z navbatida Euroclear rahbari Valeriy Urban Belgiya OAVga bergan intervyuda Rossiya Markaziy banki aktivlari Rossiya xalqining pullari ekanligini ta'kidladi va agar Yevrokomissiya o'z qarorini o'tkaza olsa, sudga murojaat qilish bilan tahdid qildi. Yangiliklardan tezkor xabar topish va kanalimiz rivoji uchun obuna bo'lishni unutmang.